Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bizni erta tongda yaxshi niyatda, a'lo kayfiyatda tomosha qilishni boshlagan aziz bizni sadoqatli muxlislarimiz bormisiz, omonmisiz? Yana bir chiroyli kun barchamizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Barchangizga Farhod aka aytgandek, yana bir yangi imkoniyat, yangi tongimiz muborak bo'lsin. Bugun 10-may, haftaning esa dam olish kuni, shanba kuni. Yana 10-maymi? Biz sizlarning xonadoningiz, mehmonimiz qadrlilar. Albatta. 10 kun o'tib ketdi. Ilgari aytishardi, vaqt chopqir otday debdi. Endi bugun qarang 10 ot kuchi, 1000 ot kuchiga ega bo'lgan avtomashinalar paydo bo'lyapti. Samolyotlar paydo bo'lyapti-da. Endi bu maqol ham nomini o'zgartirsa bo'lar ekanda. Vaqt Boeing samolyotiday. Shunday raketaday. Raketaday umuman. Yaqindagina 1-may deb turganik, bugun 10-mayda. Hech qisi yo'q. Yaxshi kunlarni mana shunday o'tgani yaxshi va asosiysi hamma xush kayfiyatda. O'zi aytishadi-ku, eng chiroyli tong sen uyg'ongan tong deyishadi. Xuddi shunday. Mana shu chiroyli tongda sizlar Surxondaryo telekanalida Munavvar kun musiqiy dam olish dasturini ko'rib turibsizlar. Barchangizga mana shu chiroyli tong faqat va faqat ezguliklar, yaxshiliklar, yaxshi xabarlar olib kelsin deb qolamiz. Demak, bugun biz studiyamizga mehmonlar taklif etganmiz va chiroyli taronalarni ulardan eshitamiz. Bugun birgalikda suhbatlar tashkil etamiz va mehmonlarimiz noodatiy mehmonlar emas, o'zimizni ijodkor vohadoshlar. Xuddi shunday. Demak, ularni tanishtirib o'tsak, Surxondaryo viloyati Mo'ltoni Milliy madaniyat markazi xonandalari va sozandalari Rahim Abdurahimov va boshqalar kelishgan. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Zo'r, a'lo darajada. Albatta. Erta tongdan menimcha shu torni ko'tarib olib, chiroyli ijrolarni taqdim etayotgan san'atkorlarning chiqishini siz ham bolaligingizda tomosha qilgansiz. Albatta. Chunki ertalabdan men eslayman Shuhrat Qayumovni bir ko'rsatuvi bo'lardi. Ertalabdan bir jozibali ko'rsatuv o'tdi. Suhbati ham chiroyli, ijrolari ham chiroyli bo'lardi. Ilhom berardi kishiga. Keling, o'zingiz haqingizda gapirib bering dastlab. Keyin chiroyli taronaga o'tamiz. O'zingiz, faoliyatingiz haqida qayerda ijod qilasiz? Men shu uyimizda ijod qilaman. Uyingiz qayerda? Uyimiz Oltinvoha mahalla, Sherobod tuman, Oltinvoha mahallasida yashayman. Shu uyga ijod qilaman, shaharga ijod qilmayman. Shu o'zimizda. Qanday farqi bor Rahmat aka, shaharda ijod qilish bilan uyda ijod qilish? Qarang, shaharga mana ko'pincha qo'shiqchilar studiyaga chiqaradi qo'shiq. Biz oddiy kompyuterga chiqaramiz. Oddiy? Uy sharoitiga. Ha. Moslashgan holda chiqaramizda. Demak, alohida studiyalar shart emas. Sizga kichkina o'zi ixcham studiya bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Yaxshi. Bugun endi biz fonogramma eshitamizmi sizdan jonlimi? Xudo xolasa jonli eshitamiz. Rahmat. So'z isboti bilan bo'lsin, a? Rahmat. Jonliga gap bo'lishi mumkin emas-da o'zi. Jonli live dastur bizning dasturimiz va ijrolar ham bugun jonli bo'ladi. Marhamat, Rahmat aka, dastlab qaysi taronani tinglaymiz? Onajonimiz haqida qo'shiq chiqarganmiz. Qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz. Onajon. Barcha onalarga bag'ishlaymiz. Albatta. Marhamat. Marhamat. bersangiz avval borib shahrimni bir ko'rsam, ijozat bersangiz avval borib shahrimni bir ko'rsam, mashaqqatlar bilan boqqan ey onajonimni bir ko'rsam, mashaqqatlar bilan boqqan ey
Yoshdek nurini sochgan tunlari uyqusi qochgan ey onajonimni bir ko'rsam tunlari uyqusi qochgan ey onajonimni bir ko'rsam Qalandar shahriga borsam qalandar demadi hech kim qalandar shahriga borsam qalandar demadi hech kim oyog'imla oyga botganda voy qo'limdan tortmadi hech kim oyog'imla oyga botganda voy qo'limdan tortmadi hech kim ijozat bersangiz avval olib shahrimni bir ko'rsam mashaqqatlar bilan boqqan ey onajonimni bir ko'rsam mehribonimni bir ko'rsam Ofarin. Tasanno. Gap bo'lishi mumkin emas. Ovozga, ijroga gap yo'q. Albatta o'zi aytishadi-ku, imoratlar ichida eng baland va eng hashamli imorat bu ona yashayotgan uy. Haqiqatdan ham. Undan-da hashamdori bo'lmaydi, undan-da yuqorisi bo'lmaydi. Qanday zeb-ziynatlar bilan bezalgan bo'lmasin, ona yashayotgan uy bizga oddiy va qanchalik past bo'lmasin, u shunchalik baland ko'rinaveradi. Haqiqatdan ham. Mana shu qo'shig'imizni tinglab turgan teletomoshabinlarimiz ne ajab Farhod aka, mana shu qo'shiq sababli bugun balki onajonlardan, otalardan, yaqinlaridan xabar olar balki. Hech bo'lmaganda qo'ng'iroq qilib onajonim, shu televizorda ko'rib o'tirdim. Juda ham bir chiroyli qo'shiq ijro qilib berdilar Rahim aka. Shu qo'shiqlari orqali men sizni sog'inganimni his qildim deb o'zlarini mehrlarini, sog'inchlarini izhor qilarlar balki. Albatta. Endi Rahim aka, Yamahada hozir kim bizga jo'ravozlik qilyapti, yordamlashyapti ismlari? Hozir mikrofon yo'q ekan, shuncha aytaman. Mana Chora akamiz.